Futbol asli Xitoyda o'ylab topilgan desam ishonasizmi? Ha do'stlar, ayni biz biladigan futbol ko'rinishida bo'lmasa ham, qadimda Xitoyda suju nomi bilan tanilgan futbolga o'xshash o'yin mavjud bo'lgan. Qadimgi Rimda ham harpastum nomi bilan futbolga o'xshash sport turi keng miqyosda o'ynalgan ekan. Lekin biz biladigan zamonaviy futbol va uning qoidalari Angliyada 1863-yilda tuzib chiqilgan va o'sha kun bugungi futbolning tug'ilgan kuni hisoblanadi. Futbol tezda butun Yevropa va dunyoga tanildi. 1904-yilda Xalqaro futbol tashkiloti FIFA tashkil etildi. O'zbekistonga esa futbol 1912-yilda kirib kelgan va birinchi futbol chempionati 1914-yilda Farg'ona vodiysi bo'ylab o'tkazilgan ekan. Ayni vaqtda futbol milliardlar o'yinidir. Men ham bolaligimdan beri faol futbol o'ynab kelaman va futbolni boshqa sport turlaridan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Aytgancha, futbol bo'yicha eng nufuzli turnir Jahon chempionatiga O'zbekiston terma jamoasi chiqishiga bir qadam qoldi. Bu safargi Jahon chempionatiga O'zbekiston terma jamoasining chiqish darajasi nech foiz deb baholagan bo'lardingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.